Hurmatli onajon, Anjoliy akalarimizga baraka bo'ldi. Nechta Boburjon? 9 ta. 9 tasi mana hurmatli obunachilar, xudo xolasa suyakli narsalar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, aziz do'stlar, Vulqon Uz kanalining ashaddiy muxlislari, hurmatli obunachilar, xudo xolasa bugun hafta kuniga seshanba 17-iyun 2025-yil. Hurmatli obunachilar, obunachilarimiz so'ragan, uzoq kutilgan kun keldi. Sababi yana Boburjon qo'ralari liq to'lgan. Hormay Boburjon. Ya assalomu alaykum Eldor aka, charchamasdan tushunsiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Juda kuttirib qo'ymadimmi? Video kuttirib qo'ymadingiz, haligi gaplarni aytib qolib ketdingiz, chiqmayapti. Eldor aka ozgina uzilish bo'lib qoldi. Endi bu sababi bor, o'ziga yarasha. Nimaga? Uni Qurbonlar hayitimiz bor edi, to'g'rimi? Videoni oldi, o'sha Qurbonlar hayitdan oldin aytib yurardim. Hayitga yaqin narx-navo o'zgarib ketadi, qimmatlab ketadi. Ovonglar deb juda ko'p aytdim, to'g'rimi? O'sha narsa bo'ldimi? Bo'ldi. Mana obunachilaringiz biladi, aynan meniki emas, hammaniki qimmatlab ketdi. Lekin atak meni qo'ramda narxi o'zgarmaydi deganman, o'zgarmaydi. Xudo xolasa oyoqda turib tursam bo'ldi. Eski narxlar. Qo'llab-quvvatlab videoni boshida eski narxligicha qoladi, qo'llab-quvvatlab tursa bo'ldi. Bittadan like bosib, Boburjon otangga rahmat, gaziga bos, malades deb qo'ysa bo'ldi. Havas qilgani bo'lsa like, kommentariyani to'ldirilsin va qo'ya olish shart emas. Havas qilib bosib qo'yishaversa, Xudo beradi. Beradigan Xudo. Mana hurmatli obunachilar, Xudo xolasa mana qo'ralar liq to'lgan. O'tkazib olamiz. Inshaalloh bugungi shunaqa yemga tayyorlaridan yemlayman degan akalarimiz uchun bugungi videoyimiz maxsus bo'ladi. Orada 1-2 kun uzilishlar bo'lib qoldi, Boburjon bundan uzr so'rayapti. Haqiqatan narx-navoni o'ta baland Boburjon. O'ta baland. Endi to'g'rimi? Bozor ucharda ham, hamma yerda ham. Siz bozorlarga chiqib yurasiz-da, video olib, obzor qilib, to'g'rimi? Mana hozir bu videoni joylaymiz. Bundan oldingi videoni obunachilarimiz ko'rishadi. Qisir qo'ylarning videosini chiqardim. Gapni ochig'ini aytaman, 3,5 milliondan mana shunaqa qo'ylar 3,5 milliondan chiqdi bozorda. Mana xolis ko'rishsin, gap yo'q. Lekin atak men narxim bor. Boburjon og'zidan qaysi narx chiqishini, meni og'zimdan qanaqa narx chiqishini obunachilarim o'zlari bilishadi. Lekin o'zgarmaydi. Javob beraman. Hurmatli obunachilar, mana shunaqa arzon qo'ylarni olishda adashib qolmaslik uchun, kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga bitta obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yasizlar. Biz joylayib turgan yangiliklar birinchilardan bo'lib borib turadi. O'ng tarafda podpisatsiya knopkasi bor. Podpisatsiyani bosasiz, qo'ng'iroqchani bosib, fseni bosib qo'ysangiz, birinchilardan bo'lib boradi. Ma'lumotni beraylik endi buni Boburjon. Eldor aka, soni nechtaligini o'zim ham bilmayman, atak, lekin bu qo'ralarim ham, tepa qo'ralar ham to'la, hamma yo'q. Hozir. Ha. Ammo beyga keldi-yu, kelganda masalan bu birinchi partiya emas-da, bundan oldingi partiya Isuzu'lab qo'yiladi deb ketishdi mana. O'zlari kelib, Isuzu'larda kelib, masalan, ancha obunachimiz. Eng kattasi Isuzu'da kelib, to'ldirib olib ketishdi. Changa beyda dastlabkalarim bor-ku. Hamma yo'qqa qilib berdim. Menimcha ancha obunachilarimizni Xudo xolasa qo'ylar bilan siyladik, ta'minladik. Beyda ham soni ko'p, ammo hamma ulguradi. Mana o'g'rimga sig'maydigan qo'y. Eldor aka bunday qo'ydi qarang. Chiqmab shekilli qo'ylarni. Kechqurun keldi. Shomdan keyin yetib keldi beyga. Qo'ralar inshaalloh nargilarni ham ko'rsataylik birinchi ketib. Bemalol. To'la hammasi. Hurmatli obunachilar, Xudo xolasa mana Eldor aka mana obunachilarimiz kelib, ko'rib, tanlab olyapti. Qo'ylarni qarang, Eldor aka. Qo'ydi qarang. Hurmatli obunachilar, qo'y kichkina narsa emas. O'tazbek. Gapimizga ishonganlar ham, ishonmaganlar ham kelib ko'raverasizlar. Bunday ushlab ko'rsat. Kashtan deganlar, kashtan o'sh. Sariq o'shachiyan. Soni Xudo xolasa ko'p qo'yiladi, suyagi zo'r. Arashan rangini o'shachi. Ko'tini baqa so'rib, bitta ko'raylik, obunachilarimizni ko'rsataylik. Shogird yangi, Eldor aka. Yani sekin-sekinda, Xudo xolasa. Mana qarashib. Qo'y suyagi zo'r, hurmatli obunachilar. Endi videoda qanaqa ko'rinyapti bilmadim. Qo'y katta qo'y. Hozir Boburjon birinchi ushlagan qo'yingizni haqiqiy kuchli qo'y ekan ekan. Qo'ylar Xudo xolasa Eldor aka beydagi qo'yladi. Suyagi katta. Omonakata buni zotini maqtamaganman, qo'ylarimning zoti bor. Hammasi hisori kashtan deydi-ku. Hisori kashtan so'g'liqlar. Atak oriq, men zoti bor, narx qimmat deb aytmoqchi emasman. Buni olib borib baqishqanlardan keyin bilishadi, ammo qo'ylarimning zoti bor. Xudo xolasa. Hammasi hisori qo'ylar. Mana hurmatli obunachilar, yemga tayyoridan, puli yengilidan, yem bersa o'zgaradiganidan so'ragan ekansiz, voy, uni
Eldor aka qo'ylarni qarang. Bu qaranglar. Ashu azbi ushlabchi. Qorani, olani ushlab. Sariq yondagi qorani o'sha yoqqa kirib ketdi. O yonda. Yo'q, ana shuni ushladi. Mo'ljalda ushladi. Ey gap yo'q. Chayir. O'ta katta qo'ygan mana shu qo'ygan. Xudo xolasa obunachilar. qo'yladi suyagi zo'r. Bu qo'ylar qarang. Bu ularni qaranglar. Ya bu safar zo'rlari kelibdi, hurmatli Eldor aka, endi buni men ham oqlashim kerak-ku. Dam olgandan keyin o'shalarni oqlashimiz kerak. Oqlaylik deb aytdik. Juda shashyapman, obzorni qilib olsangiz, narxini siylab beraman. Narxini aytaylik. Narxi bilan siylab beraman. Narxini aytaylik. O'sha pulni tanlab olishadi. Mana shu uzun qo'rama, narxi bir xil, qo'ralar eshigi hammasi ochiq. O'shaga ajratishyapti, hozir 7-8 ta olishamiz deyapti. Masalan, soni ko'p emas. Soni ko'p, bemalol kelishlari mumkin, lekin nariga qo'ramda ham bor. Qo'y bor. Bega hozir qo'y sig'adigan holati yo'q-ku Eldor aka. Lekin qo'y serab bemalol kelishlarini tavsiya qilib qolaman, kelib tanlab olishlari mumkin. Voy, narxini ayting, narxini. Mana shaydan uzun asliga tanlab olishadi Eldor aka. 3,5 million so'mdan tanlab olishaveradi. 4 milliondan qo'ysakchi, nima deysiz? 4 million. Yo'q Eldor aka. Hozir ko'rsatganimiz zo'r ekanda, mana shuni bozorga olib chiqsak. Asha ushlarga azbi qorani. Bozorga olib chiqsak qimmatga ketadi-da, 4 milliondan qo'yaylik, mana shuni Bobirjon nima deysiz? Ushlab ber. Ushla qo'yaver. Mana. Ushla azbek, ha. Eldor aka, nima deysiz? 3,5 million qo'yga arziydimi? Ko'rsatingchi. Mana aytyapman, bugungi bozor narxiga bundan kichkina edi 3,5 million deyilgan qo'ylar. Yo endi hali hazil huzur o'z o'rniga-yu, yo'lida aytaylik, necha pul qilib beramiz Bobirjon? Hali hazildan tashqari. Nima qilay? So'raydan qilaymi, so'ramaydan qilaymi? Yopishtirib tashlang. Yopishtirib tashlaymi? Kommentariyaga yozmasdan tilpa qilishmas, qo'y sotmayman. Ammo meni maqtashmas, Bobirjon gap yo'q, undaqa otangga rahmat, Bobirjon havas qildim deysin, bo'ldi. Qo'y olishmasa ham yozib qo'ysin. Bitta yozish bir vaqt ketmaydi-ku, shuncha mehnat qilib chiqaryapsiz, to'g'rimi? 2 million 700 ming so'mdan tanlab olishimiz bor ekan. Voy, aytilmaydi ham, qaytilmaydi ham. Chislar hamma yo'g'ini aytdingiz-a, to'g'rimi? To'g'ri. Bemalol kelsa tanlab olsa, voy, bir dona olsalar ham kelaveringlar, pullarni yetganinglar, dastlabkasini libo joyga qilib beraman, donaga ham, optimga ham. Qorani shartini ayting bitta. Qorani sharti shundayki, onlayn savdo qilib bermaymiz. Kelishadi, qo'ramizga kelishadi, lokatsiyalar tashab berishadi. Kelib ko'rib, tanlab alohida qo'raga qilsa, ko'zlarini oldida mashinaga yuklab uylariga jo'natib beramiz. Akalarimiz kelishgan qo'ylarni ajratishyapti, dam olib o'tirishibdi. Qorani sharti qo'raga kelib qo'yni ajratgan bo'lishingiz kerak, hurmatli obunachilar. Sababi endi haligi ko'zingiz bilan ko'rib olganingiz baribir videoda har xil narsa ko'rinadi. Xo'p, hurmatli obunachilar, videoni pauzaga qo'ydik. Pauza bo'lishda maqsad mana shu qo'zida. Bobirjon, tarixini aytib bering. Mana shu qo'zi mana 005, 3.05 da. Yo'qolib qo'ygan ekan sovliq. Buxoroga ketyapti turgan mashinadan tushib qoldi. Buxoroga ketayotgan, Shopir akamizdan tushib qolibdi. Mana Shopir akaning o'zlari. Dalada masalan dalada bu juda tez ekan. Mana shular quvib, ushlab olib kelib qamatqizib qo'ydim. Gruppaga e'lon berildi. Gruppaga e'lonni berib, hozir mana egalari keldi. Biz ham endi bu ham omonat-ku, oson emas. Omonatni Xudo xolasa egasiga topshirdik deb o'ylayman. Gap yo'q mana. Buxoroga borib bildim. Shopir akamiz endi yo'lda qo'ylar chochilib ketdi deyaptilar. Mashinaga bitta yukladik. Buxoroga egasiga tushirganimizdan keyin bitta kam ekandilar. Mana Bobirjonni yuklab, qo'rasiga kelgan ekan. Etlariga yuklab beringlar. Va Xudo xolasa egasiga topshirdi. Sening telegraming bormi? Eldor aka o'rtada ozna pauza qoldi, ha. Bitta omonat endi qo'y tovoladik-da. Qo'y tovoladik emas, biz o'zimiz ko'chada o'zimizdan ko'pchiligimiz bay chekka qishloqda. To'g'ri. Qo'y kelib qolgan ekan dalada, endi kechqurunga qolib ketsa yeb ketadi. Yo'q, itlarmi, bo'ri, chiya bo'ri, bayda hamma yo'q bor-ku. Chiya bo'ri yetarlicha bor. Olib kirtirib qo'ydim, Xudo xolasa omonatni egasiga topshirdi. Yana o'zimizni mavzuga qaytamiz. Eldor aka, o'sha gap 2 million 700 ming so'mdan kelib tanlab olishsin. Kimga nechta kerak bo'lsa. Azbek o'tkin. Mana mashinalarni hozir mashinalarni ko'rsataylik, shogirdlar. Mashinalarni ko'rsatmasak bo'lmaydi, axi. Bo'pti, sarisini qo'ying. Gap bo'lishingiz qo'ylar. Eldor aka, qo'ylar Xudo xolasa zoti bor narsa desam, endi hozirgi momentda bo'lmaydi, oriq qo'ylar, lekin zoti bor qo'ylar. Ya, chiroyli qo'ylar. Ozgina e'tibor kerak-da. E'tibor kerakmi? Ha, mehr kerak. Mehr talab. Voy, mehr bersangiz keyin meva beradi-da, Eldor aka. Xuddi shunday daraxtga suv quymasha, ha, ko'karmaydi. Ha, qurib qoladi. Mana akalar. Hammasi hisori kashtan sog'liqlar, simjon.
Xo'p, etlari ham o kunlari kelardi, unaqa emas. Etlari yaxshi holatda. Xudo xolasa, etlari ham Dalada bu ham- qo'ylar semiz bo'lsa, meni qo'limda bo'lmaydi. To'g'ri. O'shaning uchun baqadigan. To'g'ri. Baqadigan, yem bob, mana bu qo'yni qarang, zichlig'i. Ashi gap to'g'ri gap bo'ldi, hurmatli obunachilar. Bu qo'ylar semiz bo'lsa, meni qo'limda bo'lmaydi. To'g'ri gap bo'ldi. Qo'ylar semiz bo'lsa, Puli yengil. puli yengil, hamyonbop qo'zini pulida. To'g'ri. Endi buni aybi bitta ikkita bola boqqanida, hurmatli Ha, obunachilar. bitta omuligida yasham haligi o'tib ketgan emas. Ikkita uchta bola boqqanu, yana bundan bayag'i bolasini ham olsa bo'laveradi. Zotdor qo'ylar, zot olsa Nechtadan tuqqan bo'laveradi. deymiz bularni? 3 ta 4 ta tuqqan. 3 ta 4 ta tuqqan, ha? 3 ta 4 ta tuqqan deydi. 2 ta tuqqani ham bor, 3 ta 4 ta tuqqan. Asosan 3 ta 4 ta tuqqan Eldor aka. Nari qo'ralarga o'tamiz bo'lmasa? Eldor aka keyingi qo'ralarni olamiz. Nari qo'ralar ham bitgan, hurmatli obunachilar. Qoralarimiz ham tayyor holatda. Mana bu yerga o'sha gap. Zagon. Nima derdik? Asatgami? Ha. Iskitga qo'yiladi deydi-yu, xuddi shundaqalari. Karantindagilar. Ha. O chekkadagini ko'rsating, Eldor aka. Ko'rsatdik mana. Ha, bu chekkada turibdi. Ya? Mana. Ikkita endi ikkita Bo'ladi, obunachimiz, ikkita ikki kishi kelishgan obunachilarimizdan-da endi Eldor aka. Endi buni ham aytib o'tib ketay bitta gap. Qo'y sotganmiz, 2 qo'yni bo'kibdi Eldor aka. 13 kun bo'lgan ekan, kecha tashab ketishdi. 13 kun. Haligi obunachilarimga masalan qattiq gapirish haligi emas. 7 kunga garantiyasini olinglar, u bo'kib qolsa biz aybimiz emas. To'g'ri. Kimga qanaqa tuyulsa haligi-yu, bo'kib qolsa biz aybimiz emas. Sog'liq tomonlaridan kamchilik bo'lsa javob beramiz. Atak mana bu bo'kib qolgan ekan. Bir og'iz gap gapirmay olib kelishibdi, olib qolib pullarni vazrat qilib berdim. Lekin bo'kib qolganda olib kelmanglar, iltimos. Bu biz aybimiz emas. Sog'liq tomonidan kamchilik bo'lsa, labz qaytarib olinadi. Lekin bundaqa bo'kkan Eldor aka tuzatib olish ish emas. Lekin kelib haligi nima desa bo'ladi, bu biz ayb emas-da. To'g'ri. Mana bo'k yozibdi bu. Yemni o'zlari ko'p berib qo'yishdi. 2-3 kunda tuzatib qolman. Lekin bo'kkan nap kelmanglar. Yeb ichishi sog'liq tomonidan 1 haftaga javob beramiz. Endi 10 kun, 15 kun emas-da, Eldor aka. Qo'yda 2 kunda yeb ichishini bilsa bo'ladi. Lekin 10-15 kunda men ham egasiga nima deyman Eldor aka? To'g'ri. To'g'rimi? Men ham olganman-da. Lekin baribir siz bir kunda ham egasiga nima deya olmaysiz-da? Xuddi shunday. Bir kunda ham masalan hurmatli obunachilar gap kelganda aytib qo'yish kerak. Bularni qo'rasi kelgandan keyin aybisi bir kunda ham egasiga qila olmaydi. Bularni o'zini bo'yniga. Yo'q. Bizni o'zimizni bo'ynimizga. Lekin nosog'lom qo'ydi munda qilib Eldor aka, nosog'lom emas bular ham. Bir joyida aybi bo'lishi mumkin, cho'loq bo'lishi mumkin, qiyshiq bo'lishi mumkin, tug'ma, nogironlar ham bo'ladi-yu buncha. To'g'ri. Endi pachaqlari bo'ladi. Pachaqlari beyda asosan nogironi yo'q. Hammasi pachaqlarni alohida qilib qo'yganman. Undaqasini hech kimga bermayman, ravo ko'rmayman. Masalan, menga kelib o'zim jicha-picha baqvarishim mumkin. Atak hech kimga men berib vermayman. Mana asatga qo'ylar. Buni hech kimga bermayman. Menga kelib tanlab ketinglar deyman, tanlab ketishyapti. Lekin o'sha gap. Yeb ichishiga zo'rlarni ajratib qo'yiladi, hurmatli obunachilar. Ha. Inshaalloh. Mana chiroyli, rangi yaxshi, mana shogird harakatda. Chayir, ha, harakatda. Xudo xolasa yangi. Va buni ham shularga Ronaldoga jo'natib qo'yasizlar. Mashq qo'ydi. Eldor aka mana mashq qo'ydi ham eti yaxshi ekan. Bitta ehsonga agar torta. Ehson qilaman degani bo'lsa, yengil ehsonni o'tkazaveradi. Nima desa bo'ladi? 3,5 million, 4 million olib so'yishmaydi. Mana eda el qatori beriladi. Nechga so'yishadi? Nechga so'yishadi? 3,5 millionga so'yishmasdan. 2700 mingga. Bu ham 2700 ga ketaveradimi? Hammasi ketaveradimi? 2700 mingga mana eda qani mono qo'ramiz ketaveradi Eldor aka. Monolari 2800 ming so'mdan beraveramiz. Xo'p, bu qo'ra 2700, mana bu qo'ra 2800 a. Endi ozgina farqi bor. Eti bor, salgina. Ha, sariq ham eti yaxshi shekilliga. Ashi nima? Qo'ydi jasadini qara. Gövda ham katta, kallasini ham qara, Eldor aka. Yo'q, yaxshi narsa ekan. Baribir Eldor aka, bu qo'ylar qandaqa qo'y bo'lsa ham yem go'sht yo'nalishiga deymiz-ku, zotdorlari chiqadi-da, bu yerda soni jicha narsa emas. Bo'ladi. Zotdorlari chiqadi. Lekin ash qo'ydi ham zot bo'lishi mumkin, ammo go'sht yo'nalishiga bir maqtaganim yo'q qo'ydi. Bir og'izmi? Ishla o't. Qo'y, shu qo'y. Shu qo'y. Yeyishi sog'lig'iga bir haftaga javobini beramiz. Boqsa semiradi ham qo'y. Boqsa semiradi ham qo'y. Foyda qilaman degani, bu qo'zi emas, orqaga qaytmaydi. Mevani ham qizarishga kelgani bo'ladi-yu, bu ham qizarishga kelgan. Pishga bo'ldi, ha, pishga kelgan. Shunaqa gaplar mana, hurmatli obunachilar, soni ko'p. Kimga nechta kerak bo'lsa, Xudo xohlasa. Eldor aka, nimaga bo'shab qoldi? Sababi hozir
Qancha bo'ldi? Mana obunachilarimizdan so'rasak ham hozir ben eda Qur'onni qancha bo'ldi chiqarib berganimizga? 10 minutcha bo'ldi. Beydagi Qur'onni bo'shatdik. Undan oldi soat 5 da Marg'ilondan klientimiz kelishdi. Ular ham ashaddiy muxlislarimdan soat 5 da yetib kelishgan ekan. 5 yarimlarda. Kelib ular ham olib ketishdi. O'shaning hisobiga qo'ylarim sal bu tomonda kamayib. Lekin qo'y bor, hozir olib chiqib to'ldirib qo'yamiz. Beyda odam bor, o'zim bo'shalganim yo'q. Lekin qo'yni soni ko'p. Kimga nechta kerak bo'lsa bemalol kelishlari mumkin. Nomerlarimiz ishlab turadi. Omalagetin Zaynat ko'rsatsa, Telegramdan lokatsiya deb yozsa, men lokatsiya tashab beraman. Zaynat ko'rsatishning sababi hurmatli obunachilar, tengdaniga 5 ta 6 ta odam telefon qilganlik hisobiga qiyin bo'lyapti. Qiyin bo'ladi. Xudo xolasa telefon qilaverasizlar. Bemalol telefon qilasizlar, ishlaringiz. Telefonga ham tushib bo'ladi. Endi masalan 1-2 martada tusha olmasangiz, uchinchida tushishingiz mumkin. Xudo xolasa, ha. Telefon ketma-ket telefon qo'yarsa, masalan, olinadi-da, bari bittasida tushib qoladi. To'g'ri. Xudo xolasa bitta odamimiz faqat o'sha telefonda operator bor. Ha, operator bor. Lekin beyga kelsa, men o'zim qo'radan qimirlamayman, qo'rada bo'laman. Bemalol kelishlari mumkin. Xudo xolasa qo'ra ham 24 soat ishlaydi. Kechasimi, kunduzimi kelishaveradi yo kechasi yopyapsizlarmi? 24 soat mana eshigim ochiq. Ochiq. Kechasi 12 da kelsa, bekilib qolgan bo'lmaydi. Hurmatli obunachilar, shunday telefon qilasizlar. Lokatsiya tashab berishadi. Kelib olib ketaverasizlar inshaalloh. Bemalol. Mana. Juda ko'pchilik so'radi, lekin o'zimga telefon qilib so'rashdi. Farg'onadan akalarimiz so'rashdi. Ha. Kommentariyalarda so'rashdi. Kommentariyalarda ham telefon ham Eldor aka ancha bo'ldi, lekin biz managa narx ko'tarilib ketdi deb turib, managa 2 million 800 dan yo 3 milliondan deb olib kelib qo'ya olmayman-da. Shuncha obunachim mendan masalan har bittasi bittadan kommentariya yozganda millionta kommentariya negativ bo'lib tushadi. To'g'ri. Shuning uchun narxini o'zgartirmagan holatda olib keldik. Nima dedingiz? Yo'q, gap yo'q. Men to'g'risini aytganda, men ko'rganimda bir 3 millionlar aytsangiz kerak deb turdim. Seriozda bugungi hech bo'lmasa bozorda narxini ko'rib, bozorda narxini ko'rib arzon qo'ysa ham 3 millionlar qo'ysa kerak deb o'yladim. Shunday, ha. Gapimga masalan ishonmayap turganlar bo'lsa, bu qanaqadir paxta emas, men paxta qo'yish bilan bu yerda qanaqadir manfaat ham topmayman, hech qanaqa foydasi ham yo'q. To'g'ri. Mana shu videodan oldingi videoni ko'ringlar. Kanalga shu bozordagi narx-navolarni qo'yganman. Narx-navolarni bitta va bemalol solishtira olishaversin. Men qo'ydi, masalan, Eldor aka 30 ta 40 ta olmayman-da bir savdo qilib. Optim olaman. Shuning uchun narxi arzon keladi. Optim narxda xalqqa tarqatyapman. Shuning uchun qo'ydi soniga ishlaymiz. Soni ko'p sotiladi-yu, bizga shunisi muhim. Buni dona 10 ta sotganimiz u bizga qoplamaydi. Bizga soni muhim. Mana akalar. Shuning uchun haftasiga to'g'rimi 1000 ta 800 ta 1000 ta qo'y kelib ketadi-da Eldor aka, o'zingiz bilasiz. Mana shu qo'ylarni mana akalarimiz ajrashyapti. Mana shu qo'ylarni aka hozir mana zot sezon kelyapti-yu. Bolasini olsa ham bo'ladi, uni yiriklaridan yaxshi bo'ladi, ha. Bir oy, 2 oy joyda u tirsilib ketadi. Manzil qayda aka? Andijon shaharida o'zida. Andijon shaharidan kelib ko'rib, men allashqaymi yo'q, tanlab olyapsizlar, to'g'rimi? Mana shu videodagi gaplar to'g'ri chiqyaptimi? 2 million 700 ming so'mdan tanlab olishi dedim. Hozir ajratsangiz 3 milliondan deyapmanmi? 3 milliondan deganim yo'q. Qanchadan dedim? Ajratib olsangiz ham narxi o'zgarligani yo'qmi? Bitta olsangiz ham nechta olsangiz farqi yo'q dedim, to'g'rimi? 8 ta olyapmiz, xudo xolasa. O'sha aytdimmi 7 ta 8 ta dedim Eldor aka. Olishadi, dastlabkasi bepul ya bo'yniga bir 2 million 800 dan olib beraman deganim yo'q, to'g'rimi? Videodagi gaplar to'g'ri ekanmi? Uygacha olib faqat bitta gapki, videoni sanasini ko'rib, telefon qilishlaringizni iltimos qilardim. Masalan, kommentariyada Instagramda juda ko'p kuzatilyapti. 1 oy oldingi videoga telefon qilsak sotilib ketdi deyapti. Ha, 17-iyul. Bu endi lekin kechqurungada u va'da bera olmayman bu qo'ylar turishiga. To'g'ri. Lekin omilaga ketib beyda qo'y uzilib qolmaydi. Bemalol telefon qilsa men sonini aytaman, kelib ko'rib olishaveradi. Men endi qora bo'ldi, yurardim. Tegma bu. Shunaqa gaplar, hurmatli obunachilar, xudo xolasa kanalimizga mehmonlar bo'lsa, obuna bo'lib qo'yasizlar. Mana shunaqa chiroyli arzon narxda qo'ylarni tez chiqarib turamiz. Xudo xolasa kimni qo'rasida, Boburjonni qo'rasida narxi o'zgarmasdan xuddi shunday holatda tanlab olishlari bilan dastlabkilari mutlaqo bepul bo'lib tushadi. Qo'llab-quvvatlab, like bilan bittadan kommentariya yozib qo'yinglar, qo'y olmasalaring ham. Gap yo'q.
Shunda biz xudo xolisa xursand bo'lamiz. Shunaqa gaplar. Hurmatli obunachilar, videoni Vaqt endi o'tkazadi. mana shu yerda yakunlaymiz endi Bobur. Eldar aka, videoni yakunlab, videoni sirazi erta kunda qo'yib bersangiz, obunachilarimizga yana ham yaxshi bo'ladi Xudo degan xolasa. umiddamiz. Hurmatli Hurmatli obunachilar, obunachilar juda ko'p, xudo xolasa. videoni oxirigacha ko'rgan hammaga rahmat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Yaxshi kunlarda, yaxshi videolarda ko'rishish nasib qilsin. Qo'ralarimiz mana shunaqa to'la bo'lsin hammamizga. Inshaalloh.